Mana chandillar. Bu qarang kattaligini. Bu yelin so'sa Pis beryapti mol yuvoshligidan. Ko'ryapsizlar. Hamma aytaylik. Yo'q, butun aytaylik. tug'ib bo'lsa bu mol xudo xolasa 37-38 million mol. Xudo xolasa. Hozir o'g'lingiz gapirammikin, ha? Davronbek. Mashallah, aka shu joylarga bosib qo'ylar va ota gapiradi. 5 minut berasiz. Bo'ldi, 6 sen chiqyapti. 4 kurak, 6 sen 5 kurak ekan. 5 kurak, ha? Mana. 6-sini chiqarib. Qarang. Mana. Mashin bosib qo'yadi-da. Qarang. Mahallani sut bilan ta'minlaydi. Qarang. Xonadon bob, mahalla bob, raza, siz bob, sigir xudo xolasa. Yurur, bo'yini o'lchab qo'yaylik. 7 oylik bo'g'oz, 10 yillar, 15 yillar sigir qilasiz kam xudo xolasa. Chaqlarni kelganda qarang. Hamma yo'q. Gibrid unaqa haligi. Nima emas. Qulaqlari, xoratlari, minus, mana shu mol. Boricha. Bir xillar bezak yo'q to'g'risi. Pardoz yo'q, boricha. Boricha. Nimaga? Hozir ham o'zini boricha ko'radi-da, oshirma qilmaydi. Kelib, ko'rib, tanishib, yaxshi inson, qo'lini xayri bor, mehmon bo'lib ketaverasizlar, olib ketaverasizlar. Hozir Uyimiz ochiq. Kelaveramiz. 7 oylik bo'g'oz, tishni ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Ana. Bemaman, baylaymiz. Qosib mana. Ko'r. Buni qarang. Mana 2 kurak. 2 kurak, ona qondagi chiqarib turibsan, 2 kurak. Bo'ldi. Buni qarang. Ochib turing. Mana. Mana so'skalari ya. Xudo xolasa. Saga beradi. Bitta qarab qo'ying ekranga. Nech pul Davronbek bu? Mana deb qo'ying. Deng. O 8 million dedi. 17 yarim. 17 yarim. 17 yarim. 100 ming so'rayman. Nech pulga? 17 to'rlik. Gap yo'q. Mana bola sigirlarimiz ham bor. Mana hozir chiqaramiz. Ularni ham bolasi Novvos, bolasi Xunajin, 3 yoshliklari, hamma turidan bor. Go'zallar ham bor. Kelishaveradi. Hurmatli sigir ishqibozlari, xudo xolasa arzonchi Murodjon hoji akamizdan bugun 4 bosh bo'g'ozlar va suti bor qisir deyilyapti. Yana tekshirtirasiz, nasib endi. Inshaalloh bugun akalar narx-navosi ancha arzon bo'ladi. Sigirlari kelajagi oldinda, ko'ryapsizlar sifatda, gibrid variantidan. Bu gibridlarni bilasizlar, bolani ham yaxshi beradi, sutni ham yaxshi beradi. Ola variantdan bu kuni yaqin akadan shundan 8 oydan o'tgan, oqardan ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa olib foyda qilasizlar. To'g'ri so'zsiz ham foyda qilaverasizlar. Barchaga assalomu alaykum. Farvoy ishqibozlari, sigir ishqibozlari, aka-ukalar, opa-singillar. Yaxshi, ishonchli bo'g'oz sigirlar bo'lsa olardim deganlarga, aka-ukalar, opa-singillar yosh tishlarini ochib, bo'ylarini o'lchab, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Narx-navosini bozorga solishtiring, chiqargan videoga solishtiring. Arzon bo'lsa telefon qilinglar. Ancha arzon qo'yadi narx-navoni. Videoda shoshilmasdan ko'ringlar. Siz o'ylagan narxdan ham ancha arzon. Hurmatli chorvadorlar, bugun hafta kuniga payshanba bo'lyapti, 13-avgust. Telefon qilaverasizlar, lokatsiya beriladi. Xudo xolasa kelib, ko'rib yoki onlayn savdolar ham qilinaveradi. Mollar sifatini bir o'zingizlar baho berib ko'rasizlar. Endi molni to'g'risi osib qo'ygan yo'qmiz. Terakka baylab qo'ydik, bu yoqqa olib chiqib yurgizamiz, yana chehralari aniq ko'rinadi. Ma'lumotni to'liq qilib egasidan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uka, yaxshimisiz? Damlimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Aka sigirlarni xudo xolasa yetuk bo'g'ozlar ha bular. Xudo xolasa. Inshaalloh. Gap yo'q. Yosh mollar. Endi eshityapmiz, bitta molni 15-20 gacha bolasini olayotgan eshityapmiz-da. Endi bularni misol olib qo'ysa, xudo xolasa yillar xizmat qiladi-da. Xudo xolasa. Baribir Alloh bergan baraka bor chorvada. Albatta. Xudo xolasa olgan odam sizdan baraka topsin. Xudo xolasa. Ferma qilib yuborsin, aka. Xudo xolasa, O'zi aka, ma'lumotlarni to'liq qilib beramiz. Bo'ldi. Metr bormi yo'qmi o'zi? Bor. Metr bormikin? Uyda olib chiqingchi. Metr olib chiqing. Aka-ukalar, metr bo'lsa, usta bolangdan so'rachi. Xo'p, bu turishni qarang. O'zi aka, mana bu birinchisiga-na? Mana bu Qashqamolimiz birinchisiga bu. 2 kurak. 2 kurak. 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. 6,5 oy, 7 oyga o'tgan. Bu qarang aka, turishdi. Bu-chi? Bu ikkinchisiga 6 kurak. 6 kurak. 7 bo'g'oz. Yaqin. Bu shasham turishni qarang. Bunisi 7 oylik. Uchinchisiga bo'g'oz. Orqalarini qarang. Kengligini. Orqasi keng, choti kenglar albatta sutni yaxshi beradi, qarang.
Xo'p, hoji aka, buchi? Bunimiz ikkinchisiga 4 oyda o'tgan 5 oylikka yaqin Aha. bo'g'oz. Bo'g'oz. Dumini qaraganda qarayman yuvoshligini. Yuvoshlilari zo'r. Suti bor, ha bu? Ha, suti bor. Uni bolasini sotib oldik, 5-6 ta suti bor. Tushunarli. Qirg'izmon. Qirg'iziston sigirlaridan. Hammasi o'ziga yarasha chiroyli, o'ziga yarasha. Yo'q, zo'r. Yaxshi Birinchi mollar. o'rin narxi. Hoji aka, keling ma'lumotlarni to'liq qilib beramiz. Xo'p. Bo'ylarini o'lchab turib sratishni ochib Xo'p, yurgizib xo'p, yuboramiz, xo'p. hoji aka. Mana birinchisidan boshlaylik. Birinchidan boshlaymiz, bir boshdan, ha? Mana Xo'p, hurmatli chorvadorlar, bir ko'ringlar bu bahsini. Onlayn savdo ham qilinaveradi, shuning uchun mana bo'yni ko'rib qo'yapmiz. tektir. 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 Yotib oladi bular. Biri 25 ekan. Ha, 25 buru yemiş. Evet. Lekin yapalaq. Ha, yapalaq 1.25. 7 oylik bo'g'oz, qo'lga tegadi bolasi. Hoji aka, yurgizinchi? Bunday yechib yurgizib beramiz mana. Yurgizinchi hoji aka. 7 oylik bo'g'oz, xudo xolasa 2 oydan keyin oldiga bola tushib qolsa, endi o'zingiz o'ylang. Narx qanaqa o'zgaradi? Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bunday yurgizib bering. Davronbek. Mana, Mana Davronbek ham shu yerda akalar. mana. Mana. Molni orqalarini qarang, shoxlarini qarang. Xudo xolasa 7 oydan kammas hoji aka. Yo'q, qo'lga tegadi bolasi. Qaytaravering. Qaytaravering. Olib kelavering. Yuvoshligini ko'ryapsizlar mana holatlarni. Shuni ko'rsatib beramiz endi. Shuni ko'ramiz hozir. Mana. Olib keling uni. Mana shu joyiga. Shuni ko'rsatib beramiz. 7 oylik bo'g'oz, xudo xolasa inshaalloh ochishni ko'ramizda. Asal ochilgan paytda buni Ha. tug'ib bersa suti yoraveradi. Mana. Mahkam shu. Bu qarang shuni. Bu qarang. Akalar 8-inchi chiqadi. Ras ochilibdi sigir. Lapatka, Molni gavdasi ham, yapalaqligi ham, eti. eti ham, hamma yo'g'i joyida. Davronbek, bir Qoching. yelini ushlab bering-chi uka. Yelinlarni qashlab ushlab bering. 3-chi. Hozir endi qo'rqib sekin silaydi. Aha, bu qaranglar. Ana chandillarni tortib ko'rsatib qo'y, mana Bu chandillarni. qarang. Bu qarang kattaligini. Bu yelin so'sa. Pis beryapti mol yuvoshligidan. Ko'ryapsizlar. Xudo xolasa endi 8-ni chiqaryapti ekan. Bo'g'ozlari aniq. Ma'lumotlarni to'liq qilib Xolasa beryapmiz. qo'l sog'izib olsin, biladigan bo'lsa uka. Qo'lga tegadi. 7 oylik aniq bu. Toyli bo'g'oz. Hoji aka, Qo'lga tegadi. mol zo'r, holati ham zo'r, hali yosh ekan. Qanchaga berasiz 7 toyli bo'g'ozni? Endi uka ko'p aytmaymiz. Bo'ladiganroq qilib aytamiz. 28,5 ga beramiz buni. 28,5 million so'mga. 28,5. To'liq ham aytaylik. To'liq, butun aytaylik. Tug'ib bo'lsa bu mol xudo xolasa 37-38 millionlik mol. Xudo xolasa. Alloh bersa. 28,5 million so'mga, demak 28 million. Dastavkasi ichidan mendan uka. Hoji aka, o'g'lingiz gapirammikin, ha? Davronbek. Demak, mashalloh, aka shu joylarga bosib qo'ylar va ota gapiradi. 500 ming tushib berasiz. Bo'ldi 28 millionga olib bortirib 28 million so'mga vodiy bo'ylab 100 ga boradi. Ekkodan tug'ib bersa 35 millionda. Kammi, akalar? Eti ham o'ziga yarasha chiroyli. Pulimga pul qo'shib tursin, pul topish oson emas deganlarga akalar mana. Akalar, pul topish oson emas, to'g'ri. Lekin pulni ushlab qolish ham qiyin bo'lyapti. Mana shu bilan xudo xolasa ushlab qolasizlar inshaalloh. Bu molimiz yetuk. Yetuk. Ha. Xudo xolasa 1 oymi, 15 kunmi xudo biladi. Yollamagan torg'iz. Lekin yuvoshliklari, tishi, yeb ichishi, orqasi chiqmasligiga biz garantiya beramiz uka. Aniq bo'g'oz, akalar. Aniq. Tug'adigan bo'g'oz mana. Bo'g'oz. Yetuk bo'g'oz. Yeni boshlab qolibdi o'zi. Qaytaravering. Qaytaring. Xudo xolasa mana oyga tug'ib berar yoki keyingi oy o'tib tug'ib berar. Kavsh qaytarishini qarang. Tutamlarni qarang. Yuvoshligini qarang. Tishini ham olib kelgan ko'rsatib qo'yamiz mana. Olib keling o'sha yerga. Menga ber, menga qiynalmaysan. Ke. Mana. Tishi mana. Kelar mana. Voy mashallah. Oltin sen chiqyapti. Mana. 4 kurak, oltin sen 5 kurak ekan. 5 kurak, ha? Mana. Oltinsini chiqaryapti ekan. Mana. Molni Go'zal, sut yo'nalishdagi. Mana. Ajoyib sigir ekan, ha, hoji aka? Ha, albatta, men qarang tutamlarni mana. Tutamlarni. Uzunligini qarang buni. Qalampir deb qo'yishadi-yu. Men qarang. Mana, men tutamni qarang. Mana. Bu mashi bok to'latdi-da. Men qarang. Qarang. Mahallani sut bilan ta'minlaydi. Men qarang. Mana. Xonadon bob, mahalla bob, raza, siz bob.
sigir xudo xolasa. Yuraver. Bo'yini o'lchab beraylik. Ha, nima? o'lchab qo'ying. Endi o'lchab buni to'shni ham yo'g'ini berganimizdan keyin bo'yini ham bilib Bo'yini ham qo'yaylik. bilishi. Telefonda qanaqa ko'rinishi, kichik ko'rinishi, katta Ha, ko'rinishi. chaqlarni ko'ringlar. O go'zal. Mol go'zal. Mana Sut yo'nalishligida bular akalar mana. bo'yi baland ekan buni. Ekan, hoji aka. 1.30 dan 30 ekan, hoji aka. 1.30 ga olsin. Mol 1.30. joyida ekan. Ha, endi mol Sifat ekan mol. sifat. Baylang. Nagi ketib qoldi, hoji aka. Ha, bo'ldi. Unisini vaqtimiz mana hozir ko'rsatamiz. Uni baylab turing, hoji aka. Bo'ldi, mang. Hoji aka, O'shab turing. Buni baylang. ushlab turing. Mana 1.30 mana shu. 30 hoji aka. Ho. Xudo xolasa, mana shu oy yoki keyingi oy tug'ib beradi Ha, inshaalloh. xudo xolasa inshaalloh. Novoz tug'ib bersin iloyim. Novoz suv bersa yana bunga ham hech bo'lmasa 500 dollar pul qo'shilib qoladi. Bahsa maza qilib baqadigan. Yuvoshligi zo'r. Bu baslari ham, yuvoshligi ham, Hamma joyida ekan. soskalari ham mana zo'r ekan. Qo'mparing. Hoji aka nechi pul? Bunisiga 30 million deymiz. Keling. Unaqa ko'paytmaymiz. Yaxshi aytdingiz narxni. Ha. 29 million so'rashsa, yana kamini qilib bermaysizmi? 28,5 millionga siz obunachilaringizga olib bortirib beraman. Barbarak. Ey gap, aka, mana dangal savdo qiladigan inson. 28,5 million. 4 kilo 5 kilo million so'mga akalar. 4 kilo eng 5-sini chiqaryapti. Eng qizig'i boru, mana shu oy yoki keyingi oy o'tib tug'ib beradi. Mana shaqlari ham kelishgan. Ey gap. O'g'ri. Mung'ori, bu boshqa ekan bu, boshqa ekan bu. Sort kuchli ekan bu. Mung'ori, orqasini qarang. Yurgizib bermayapti. Yurgizmayapti. Hozir aka bu hali bir guli ochilmagan-a buni? Yo'q. Bu qaytaravering. Ikki yurak. Ikki yurak. Birinchi tug'ish Birinchi xudo tug'ma, xolasa. 7 xudo xolasa. oylik bo'g'oz. Mashina boru birinchi tug'ma 7 oylik bo'g'oz. 10 yillar, 15 yillar sigir qilasiz kam xudo xolasa. Xudo xolasa. Shaqlarni kelganini qarang buni. Hamma yo'q. Gibrid unaqa haligi. Gibrid. Nima emas. Quloq zirg'alari, ham holatlari. bilmaymiz. Mana shu mol. To'g'ri. Boricha. Bir xillar bezak yo'q to'g'risi bunda. Pardoz yo'q, boricha. Boricha. Shu. Nimaga? Hoji akam ham o'zini boricha ko'radi-da, oshiqcha nima qilmaydi. Kelib, ko'rib, tanishib, yaxshi inson, qo'lini xayri bor, mehmon bo'lib ketaverasizlar, olib ketaverasizlar. Hoji aka, Uyimiz ochiq. 7 Kelaveradi. oylik bo'g'oz, bu tishini ko'rib qo'ysak bo'ladimi? Ana. Bemalol baylaymiz, ham o'lchab beramiz. Olib keling. Lekin baquvvat bu, ancha Baquvvat. baquvvat. Endi yosh narsa-da bu. Yoshda yosh. Mana. Keling, mama. Hurmatli opa-singillar, chorvadorlar, endi ko'proq buni ayollar yuradi to'g'risi tagida. Shuning uchun men haligi baribir kirsangiz kayfiyat ko'tariladi-da, yaxshilarni, sinaqlarni olavering. Mana, aniq bo'g'oz. 7 oylik qo'lga tegadi bu ham. 7 oylik. Xolasa qo'rsangiz olsin. 6,5 oyga beray buni. Bo'p, hijoatchilik bo'lmasin. Ha. Mana uka tishini ko'rsatib qo'yaman. Buni ham baquvvat olma yosh narsa qiynlanaman u jichcha. Baquvvat. Qiylansam ham zato Chiqaramiz, qani? chiqaramiz. Qosib turing mana. Uka. Buni qarang. Qarang. Mana 2 yurak. Ish yurak, onaqondagi chiqarib turibgan ish yurak. Bo'ldi. 2 yurak. Yosh narsa. Hojiga joyda qochgan ekan-a, paytida. Ha. Buni qarang. Yosh, ish yurak, ko'ryapsizlar. Haydab qochib turing. Mana. O, bo'ldi ana. Bo'ladi. Tek janob. Xo'p, hoji aka, ichiga yechib oling, ichi bo'sh qo'yib yuboring. Ichi bo'sh qo'yib yuboring, shaqani olib qoldi. Ichi bo'sh qo'yib yuboring. Bu ushalmagan, hozir sal o'rgatish kerak birinchida. Ha, endi bu to'g'risi bunga tuqquncha yaxshi e'tibor qarab tursa, yillar sigir qiladi inshaalloh. Ha, xudo xolasa bo'lamol bu. Bular ekan. Xudo xolasa maza qilar, kim olsa ham tug'dirib 5-6 ta bolasini olib to'ylar, mashinalar oladigan mol. Ha, xudo xolasa kamida, xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi niyat qilib olaverasizlar, olgan odam baraka topsin. Hoji aka, Pulini aytaymi? pulni ayting endi. Necha bo'sh qo'yib pulni aytasiz. Bo'shroq qilib qo'y. Aha. Mana holatlar aka. Hoji aka, sizdan olib baraka topsin. Necha pul? Men endi ko'paytmayman buni. O'zi ayda ko'proq sotay dedim, endi mayli. Jinday yo'li bilan sotganimiz ma'qul. Yo'q, mol go'zal ekan. Buni Mana akalar, qarang, sifatni qarang. 6,5 oylik bo'g'oz, 2 yurak. Bo'yi 1.32 chiqadi. 1.33 mana shunaqa. Puli 34 ering. 35 desak endi anaqadan chiqib ketamiz.
34 million. Ha, 7 oyga borib qolgan bo'g'oz. Xolasi doktori bilan kutsin, xolasa qo'lga tekkizib olsin. Tuxsa qirq tepasi. Ha, xudo xolasa endi. Akalar 7 oylik bo'g'oz, Yosh tuxsa qirq narsa tepasi. sifati. Mo'ga tushungan odam ko'rib turibdi. 34 million so'm xayr niyati bor. Ha, o'zim nima qilib dastlabkasini tekin qilib olib borib beraman. 500 toz bering. bor aka, Bo'ladimi? sotdik. Mana shu Akalar sizni nimangiz yursa bo'ldi, xudo xolasa gap. ishni yurgizamiz. 33,5 million so'mga Dahlakas vodiy bo'ylab ketdi mana. Mana. Birinchi tug'ma. 7 oydan keyin 7 oylik bo'g'oz, 2 oydan keyin tug'ib bersam ol. Ha. 40 tepasi. Ya, Akalar. xudo xolasa ko'pga Qarang. bozorda ham 40 tepasi. 35 ga bermaydi buni hozir. Bermaydi. Nimaga? Endi Yoshda yosh. ha, ish yursin. Mayli, Alloh hamma To'g'ri. nimalar Sizdan duo olib qilsin. kerak bo'lsa foydalansa ham Ha, foydalansin. Bozorga olib chiqib sotib foydalansin. Molpo'sh akalarimiz kelsa ham mayli, foydalansa ham mayli. Akalar. Elda elga naf. To'g'ri. Molpo'sh aka haqiqatdan misol uchun non taraf akalarimiz kelsa, O'zi ham beraveradi. sir bo'lsa ham buni 220 kilo, 230 kilo go'shi bor narsa-da bu xunajin. Unaqa ham plus bo'g'oz. Bo'g'oz bu 6,5 oy. Avvalo Xudo buni bir 10 yil baxsin. To'g'ri. Hech bo'lmaganda 10 ta bolasini olsin. Inshaalloh. Kam bo'lmay yaxshi niyat. Ha? Endi Bola navbat. qilsin buni orqasidan, o'g'illar uylasin. Temay turing uni. Rahmat. Ko'rsatib olaylik. Xo'p, ma'lumotlari buni. Qarang. Bu Qo'shib ham turing. necha oylik edi, hoji aka? Bunisi 4,5 oydan 5 oyga o'tgan. Ha, 4,5 oydan 5 oyga Ha, o'tgan. qo'l sog'izib ko'rib olaveradi buni ham. Mana 5 oyga o'tib qolgan. Gibrid bu ham. bu ham gibrid ekan. Ikkinchisimi, birinchisiga? Ikkinchisiga 6 kurak tishi. 6 kurak. Mana yuvoshliklari ham zo'r. O'ng qarang. O'n qarang. Mana. O'n qarang. O'n Nima deyapti? Ke, chotlaring bunday qilib. O'ng qarang. Ke. Qochib turing. Mana. 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 Mana so'skalari ham. Xudo xolasa bitta xonadonga zo'r sigir bo'lib beradi. Metringiz berib turing endi. Metringiz olib keling. Bo'g'ozliga shunaqa. Gibrid. Ranglarni ko'rasa chiroyli, sifatli. Xudo xolasa yaxshi sigir bo'ladi. Bu basti ham buniki ham Ha, sal 30 yuborib qolsa kerak. yo'q. Tek. 28 mi? 1.30. 130. 1.30 tosh. 130 uzunligi uzun, gibrid, 4,5 oylik bo'g'oz. Aka, opa singillar, sigirga shunchalik bo'ladi-da. Tishni ochib bering hoji aka. Shuni ochib beraman. Mana bu. Qo'lni ma'lumotlarni beryapmiz. Nimaga ovoga cho'p qolmasin. Hamma yo'g'ini ko'rsatib, xo'raliklarni ham ko'rsatib beraman xolasa. Mana. O'ng qarang. O'ng qarang. O'n qarang. 6 ta mana. 8-inchisi inchiki ham yonida. Lapat kelgan ammo. O'n qarang. Katta. 3-inchisi tug'atda bu. Men nima demoqchiman? Tug'dirib sotsiz ham bor-u, ziyon qilmaysiz-da, tug'dirib sotsiz ham bor-u. Xudo xolasa ziyon qilmaydi. Gap yo'q. Molni zo'ri. Alloh kim olsa ham yaxshi xonadonni gullatsin. Kam bo'lmang. Bola chaqasiga sag'ib ichib, Yaxshi. yaxshilikka buyursin. Kim olsa ham. Yurgiz bering bitta. Yurgizib bering uni. Oyoq qo'li nuqsoni yo'q. Ha. Kelib, xonadonni ko'rib, tanishib, Ha. olib ketaverasizlar. Bu akamizda mol serob, bitta shu bilan cheklanib qolmaydi. Mol serob, kelaverasizlar. Torting o yoqqa. Torting. Ko'rib, mana yurishlarini. Xo'sh. O'ng qarang. Tortavering. Mana holatlari. Mana. Mana. 4,5 oylik bo'g'oz, qaytaravering. Olib keling. Hoji aka, 5 oyligi 4,5 oyga beraveraylik. o'zi 5 oylik, 4,5 oyga oling. Hoji aka necha pul? Uka, bungami? Gibridga. 30 emas, 29 bering. Siz obunachilaringizga 1 million o'tdim. Molni qarang sifatini. To'g'ib bo'lsa bu ham 40 millionlik mol bo'ladi, xudo xolasa. Gapingizni har doim olib kelyapman. Menikidan olyapsiz, rahmat. 28 ga olib bering buni. Yo, 28 Yo, yozib bering, bo'ladi, ku. Qo'sh ustiga yuradi olmasam. Ustiga birsa olib borib beraman. Xudo xolasa 28 ustiga yuradi. 28 ustiga yuradi, beradi. Lavz ketdi. O'ng qarang molni. Mana. Yakka molni ham 20 millionga qisirini beryapti. Mana. Buni Yo, sifatini yondan qarang. marka topsin, zo'r, gibrid. Ha? Bo'g'oz qilish o'zi qiyin bo'lyapti, to'g'risi-da. Mayli. Mollar aniq bo'g'oz, tekshirtirilgan, hozir ham tekshirtirib olaverasiz. Ha, yana xolasa tashaban beraveraman anaqasini. Videolarini. Ha, xolasa qo'lga tegdirib olsin. Qo'lga tegadi ikkitasi. Xo'p, endi navbat suti bor. Shu qisir deyilyapti. Shu mol. Shu mol. Ammo yeb ichishi, salomatligi 5 litr sutiga garantiya beramiz. Tishi bosgan. Shu bosgan. Buni aytib deb sotamiz. Lekin maza qilib sag'ib ichaveradigan. Menga sut kerak. Ha. O'zim sigir qilib olaman, bitta buqaga qo'ysam, sigir bo'ladi Shuni ham deganlarga. mana ko'rsatib beraveramiz. U nima yashirish yo'q. Ammo e'tiboshi zo'r.
Mana tishi. Mana tishlari. Tushunarli, tishi Bosgan. bor ekan. Bir bosgan. Bosgan xullas. Lekin akalar mol Sag'ib ber. yuvosh. Davronbek, ashidan sag'ing. Mana. Bemalol o'tirib olib sag'ib Davron bitta beradi. qarab qo'ying ekranga. Nech pul Davronbek bu? Mana. Ana hozir aka nech pul berasiz buni? Bunimi Ha. qochirmaymiz. Yana sizni obunachilaringizni ko'paytirish nimasidamiz. Xudo xolasa layklarni bosib, nima qilishib tursin. Endi Paddashka qilib turishsin. ha, paddashka qilib. Buni uka 18 million kami bor. Kami bor. Ha, 5 litr suti bor, bitta oilani boqaveradi. Xudo xolasa. Agar bo'g'oz chiqib qolsa, baxti. Qisir bo'lsa, qo'yib oladi. Qo'yib oladi. Ammo 5 litr aniq suti bor. 18 million kamini qilib desa Ha, berasiz. kamini qilib, dastlabkasini olib borib beraman. Alloh barakasin. Unaqa nima qilmaymiz. Gap yo'q. So'rashib, tortishib, talashib olishaversin. Menga sigir kerak. Ha. Sigir olaman, suti bo'lsin deganlarga mana sutlari bor. Xudo xolasa Mana yecha buni ham yetalab ko'rsatib beramiz. Yetalab ko'rsatib bering. Mana taylarni qarang. Molda hamma yo'g'i joyida-da. Bo'ldi. Qaytaring. Davronbek to'xtating. Davronbek, Ushlab turing bunday qilib. molingiz zo'r. Ko'rdingiz, saberdingiz. Keling, qo'lingizni bering siz. O, oxirgisi-ya. Keling, oxirgisi. Sizdan emas demiz zo'maydi endi. Otangiz naqd aytib bo'ldi. Sizdan emas deb qo'ying. Deng. 18 million dedi. 17 yarim. 17 yarimlas. 17 yarim. 100 ming so'raman. Nech pulga? 17 to'rtlik. Ana. Gap Bor, yo'q bor. lekin. Hozir aka sizdan so'rasiz, yuzim tushardi. Bo'ldi. Ega, Men rozi. O'rgansin Akalar, bolalar. 17 million 400 400 ming ming so'mga ketdi mana uyingizga boradi inshaalloh. Ana. Olib kiravering uyga. Baraka toping. Olib kiravering. 17 million 400 mingga. Qarang, og'iz saqichi bilan Bo'ldi, mollar. sog'lom, sifatli. Bo'ldi. Endi bular to'g'ri. Xolasam o ikkovini bitta odam olsin. Ha. Va, maza qilib, ikkovini tug'dirsa eng kam 1,5 ming dollar Alloh nasib qilsa foyda qiladi. To'g'ri. Eng kam 1,5 ming dollar xudo Akalar, xolasa. opa-singillar, mana sifatni ko'ryapsiz. Olgan odam baraka topsin, mana sifatlik ana bo'g'ozini Xalas olaverasizlar. joyida, chaqi ham, kallalari ham, o'ziga kelgan yelinlari ham, yoshligi ham, hamma yo'g'i joyida. To'g'ri. Pulini so'rab, nima qilib olinaveradi. Xudo xolasa. Hisobimizga chiqsa shunday barakani aytamiz, o'zimiz dastlabga qilib, mana shu vodiy bo'ylab olib borib beramiz. Kam bo'lmang. Aka. Hammaga rahmat. Yana davom bor. Bu birinchi qismimizda telefon qilaverasizlar. Yana mana sigirlarimiz ham bor. Mana hozir chiqaramiz. Ularni ham bolasi novvos, bolasi xunajin, 3 yoshliklari, hamma turidan bor. Bor. Go'zallar ham bor. Kelishaveradi. Ha. Olgan odam baraka topsin, kelaverasizlar. Salomat bo'linglar.